Haqiqatan ham to'lib ketdi kasallar. Isitma, yuqori isitma. Juda ham ko'p. Oilaviy kelishyapti. Bitta oila 4 ta, 5 ta, 6 ta ota-onalargacha isitmalab kelyapti. Bu gripp, ya'ni o'tkir respirator infeksiya har yili bo'ladi. Shunaqa holat, bo'lgisi boshqacha. Qiyin. Bir hafta 10 kunlab 39, 40, 41 gacha chiqyapti. Bu oddiy dori, sirop, tabletkalar umuman ta'sir qilmayapti. Kelli azizlar, shuni oldini olish. Ya'ni qanday? Birinchi o'rinda maskali rejim, niqobli rejim, ko'cha-ko'yda общественный, ya'ni jamoat joylarida taqib yuring. Uyingizga keldingizmi? Bola chaqani oldik, kirishdan oldin qo'llari so'nlab yuvib, yuzlari bir qator toza qilib yursangiz kamayadi yuqishi. Kasallarimiz keladi, chaqalog'ini olib keladi. 1 oylik, 2 oylik, 5 oylik. Ko'chaga chiqqan yo'q, nimaga kasal bo'ladi, nimaga isitmasi chiqyapti deb. Chunki biz tashiymiz, yuqtiramiz, ko'chadan olib kelamiz. To'g'ri borib quchoqlab o'pamiz, ko'taramiz. Bu noto'g'ri. Shuning uchun bu kasallikni oldini olsa bo'ladi. Faqat shu maskali rejim, ko'proq shifoxonalarga borganda yuqtiramiz. Bunaqa holat juda ham ko'p uchrayapti. Azizlar, agar farzandingizda baland isitma chiqdimi, birinchi isitma tushiruvchi dorilarni bering, badanlarni iliq suvda artib, dog' suv ko'proq ichiring. Agar bu holat o'tib ketmasa, darrov o'zingizdagi yaqin pediatr, shifokor, UHlarga borib murojaat qilishingiz mumkin. To'lib ketdi, hamma yo'q, iloji yo'q, hattoki qo'limiz yetmayapti. Boshqa video qo'ygani, psoriaz, vitiligo, gijja kasalliklarimiz qolib ketdi bag'da. Juda ham ko'p kasal. Sog' bo'ling, omon bo'ling.